alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Monday, October 21st, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 99. And the topic of today's lesson is ow. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, ow. Ow. Number 2, slip. Slip. Number 3, fall. Fall. Number 4, downstairs. Downstairs. Number 5, hurt. Hurt. Number 6, back. Back. Number 7, stand up. Stand up. Number 8, help. Help. Number 9, at once. At once. Number 10, sure. Sure. Number 11, X-ray. X-ray. Hoş arkadaşlar, yukarıda sizlerin okul şahlarını gördük. Endi biz ma'nolar bilan tanışıp çıksak qarang. Number 1, ow. Uyghur tilidagi vayjan bor, naqash so'z shu. Yiqilganda odam ixtiyorsiz vayjan deb tashlaydi-ku. Yoki bir og'rib ketganda. Okay? Ow, vayjan. Number 2, slip. Bu o'qilishiga nihoyatda diqqat qilaylik arkadaşlar. Hargizmi ma'no bilan o'xshash o'qib qo'ymaydi, ha? Slip. Hozirgisi. Buni ma'no bilan o'xshash o'qib qo'ysak hargiz bo'lmaydi, juma. Sleep bilan. Diqqat qiling, ha? Men sol tarafdagini o'qiyman. Ya'ni bugungi darsda uchrayotgan so'z slip. Qisqalam. Slip. Slip. O'ng tarafdagisi sleep. Sleep. Hargiz o'xshamaydi, juma. Sol tarafdagi slip, ya'ni bugungi darsda uchrayotgan so'z nima ma'nosi? Teyilish, teyilib ketish degan gap. Okay? Slip. O'ng tarafdagi sleep bo'lsa so'zib o'qildigini uxlash, juma. Ha. Sol tarafdagisi slip, o'ng tarafdagisi sleep. O'xshamaydi, ha? Bugungi so'z qaysi? Slip. Ya'ni teyilib ketish degan slip. Juma qisqalam, slip. Okay? Number 3, fall. Fall degan yiqilish degan gap. Yiqilish. Teyilish boshqa, yiqilish boshqa. Ikkisini almashtirib olmaydi miyadimi, ha? Fall degan yiqilish. Number 4, downstairs. Bu pastki qavat degan gap. Savodashlar ma'lum, biz kon bir darsda ustki qavat degan o'rgangandik. Qaysi u? Bugungisi pastki qavat. Nima deymiz? Downstairs deymiz. O'tgan o'rganganimiz qaysi? Ustki qavatni deymiz? Upstairs deymiz-ku. Unutib qolmaydi, ha? Downstairs, upstairs. Downstairs degan pastki qavat, upstairs degan ustungi qavat. Okay? Yoki pastki qavat yoki astingi qavatni deymiz. Okay? Xo'sh, downstairs, astingi qavat yoki pastki qavat. Number 5, hurt. Hurt degan og'ritish degan ma'nosi bor. Masalan, og'rish nima hurt deydi, og'ritish nima hurt deydi. Hozircha shunchalik bilib turamiz. Masalan, o'zingizni og'ritib oldingizmi, bir yeringizni og'ritib oldingizmi deganda qanday? Have you hurt yourself deb so'raydi. Hozirgi bitgan zamonda albatta. Okay? Have you hurt yourself? Okay? Number 6, back. Bu bel bog' odamningki bel qismini back deydi, albatta dumbini back deydi. Hamda biz Uyg'urchada dumba, bel deb araymiz-ku. Qarang, back degani ham dumbiga qartilgan, ham belga qartilgan. Inglizchada hamda back araymiz desa qandaq? Bunda araydi. Masalan, lower back bo'lganda ma'van rasmiy belga qartilgan, upper back bo'lsa dumbiga qartilgan bo'ldi. Ya'ni lower degani tuvanki degan gap, upper degani ustunki. Ya'ni odamning biz hozir degandek Uyg'urchada dumba, bel deb araymiz. Ustidagi qismini dumba deymiz, tuvandagi qismini bel deymiz. Inglizchada back desa har ikkisiga qartilgan, ya'ni har ikkisini o'z ichiga oldi. Endi
eni ağrıyımız desek belni lower back yani tüven kısımdaki back, upper back diyene yukarı kısımdaki back. Yani İngiliz işte ağrıyı demekçi. Lower back, upper back de. Bel, dümbe diyenlerini eni ayrış doğru gelse. Bu mesela back diskanda şu dümbenin köstüdü, belinin köstüdü demekçi o. Okay? Back. Azırcı müşecilik bilip tutsak buldu. Dümbe, bel diyen mänisi var. Ayrış doğru gelse aldığı upper, üstünki yoki lower, astınqı deb qo'shib ifodalaydi. Dümbe bilen belini de müşecilik bilip tutsak buldu azırcı. Okay? Number 7, stand up. Bu o'rindan turish degan gap. O'rindan turish. Bunun qarshi ma'nosini biladi savoldoshlar. O'rindan turishni stand up desak, o'tirishni nima deymiz? Albatta, o'tirishni savoldoshlar biladi. Sit down deymiz. Shunaqmi? Stand up, sit down. Okay? Stand up, o'rindan turish, sit down, o'tirish. Number 8, help. Help degan yordam berish, yordam degan ma'nosi ism bo'lib kelganda albatta yordam bo'ladi. Fe'l bo'lib kelganda yordam berish bo'ldi. Masalan, can you help me desak nima bo'ldi? Siz menga yordam qila olamsiz degan bo'ldi. Okay? Number 9, at once. Bu darhol degan gap. Darhol. Shumi? Darhol. Shu hamon degan ma'no bildirdi. At once. İkisi birleşip shu ma'noni bildirdi. Bir turaqli söz birikmesi mi? Number 10, sure. Sure degan jazmlashtiradigan, kesib ayta oladigan degandekchu. Masalan, I am sure that you are masalan my brother desak nima bo'ldi? Men jazmlashtira olamanki siz mening akam degandekchu. Bu bir oddiy bir misol bo'lib qoldi, lekin I'm sure deganni tushuntirish qo'ymayar maqsad. Ya'ni jazmlashtiradigan degandek ma'ni bildiradigan so'z bu. Süper söz ya. Sure. Jazmlashtiradigan. Number 11, X-ray. X-ray degan rentgen bor va naqash shu. İngilizceda X-ray deydi, biz Uyg'urchada rentgen deb olamiz. Okay? Xo'sh, yuqorqilar bugungi darsimizning yangi so'zlarninki o'qilish ahvoli va ma'nosi. Endi biz qanday qilamiz? Dialog mümkünmüz albatta. Dialog mümkün burun ikki narsa bor. Qiladigan birisi darsimizning temasi nima? Temasi ow. Qarang. Abim deb berdim. Voyjon degan ma'no bildirdi dedim va undashbaliksa qarang, undashbaligisi shu. Voyjon deb buni texnologiya bir salaliqi urug'liq qilib degan ahvol bor bu yerda. Voyjon degan dersimizdeki temasi. Şu temadaki diyalog mümkün dikemiz. Andan yeni bir qildigan ishimiz dialogni ko'rishdan burun nima? Masualga javob beradigan, masualni tushunadigan bo'lgandik. Shuni bo'lib andan dialog mümkün bo'lib masualga javob beradiq. Okay? Qarang, conversation dialog degan gap ku. Must Andy go to see the doctor? Yodingizda bor, must degan bir imkon fe'l qilish kerak, qilish lozim degan ma'no bildirdi. Masalan, agar must Andy'ning kayniga kelgan bo'lsa, masalan, Andy must go to see the doctor bo'lganmiz, bu bayon jumla bo'ladi. Hozir qanda must Andy'ning oldiga o'tib oldi, bu savol jumla. Demakchi, Andy berib doktorga ko'rinish kerakmi degan gap ma'lum. Okay? Yoki Andy berib doktorga ko'rinish lozimmi? So'z ma'nosini qo'yib tushunsangiz shu. Lozimmi Andy berib ko'rishi doktorni deydi qo'y. Ya'ni Andy berib doktor ko'rinish lozimmi degan gap bu. Okay? Uyg'urchada ravan esa qashda bo'ldi. Andy doktorga berib ko'rinish kerakmi yoki berib doktorga ko'rinish kerakmi deb. Okay? Mushani ismini tutaylik ya. Andy berib doktorga ko'rinish kerakmi deb. Xo'jzodi nima ish bo'lganda doktorga ko'ringidak. Okay? Amsa dialogni günümüz hazır. Qarang, lesson 99. Ow! Qarang, Andy mudari qarang. Birinchi rasmga qarang. Marasli sal eg'ir tushib ketganda qildi qarang, ha. Qalampayni ko'zingiz bu. Andy dedi, "Ow!" deganda Lucy nim dedi, "What's the matter, Andy?" What's the matter, Andy? Desa Andy nim dedi,
I slipped and fell downstairs. I slipped and fell downstairs. This is Lucy Hopop. Have you hurt yourself? Have you hurt yourself? Deb sorsa Andy'nin de cevap verdi. Yes, I have. Yes, I have. I think that I've hurt my back. I think that I've hurt my back. This is Lucy'nin dedi. Try and stand up. Try and stand up. Deb bulup, can you stand up? Can you stand up? Here. Here. Let me help you. Let me help you. This is Andy'nin dedi. I am sorry, Lucy. I'm sorry, Lucy. I'm afraid that I can't get up. I'm afraid that I can't get up. This is Lucy'nin dedi. I think that the doctor had better see you. I think that the doctor had better see you. I'll phone Dr. Carter. I'll phone Dr. Carter. Deb bulup, 7-nji resimde qarasаңыз, yana Lucy gap qotidi. The doctor says that he will come at once. The doctor says that he will come at once. Deb bulup, I'm sure that you need an X-ray, Andy. I'm sure that you need an X-ray, Randy. Andy, kechiringlar. Randy deb qo'y. Qayta o'qayman, men action bir qatam o'qiyman ma jumlani. I'm sure that you need an X-ray, Andy. Okay, o'qilishim shundaq. Bo'lsa kayniga yondirib, bir ikki qatam yoki 3 4 5 6 qatam qayta anglasangiz teh yaxshi, andan keyin o'qishingiz ravolashadi. Agish ko'p o'qib bersangiz, okay? Undan siz hozir ma'nosini tushunib boqaylik qarang, ha. Birinchi rasmda ko'rganimizdek Andy ow deydi. Voyjon degan gap qo'y, bu men degan nima? Awning ma'nosini. Buni hargizmi ko'nglimizga yo'latlam yoki yangi yozuvchi, Uyg'urcha yangi yozuvchininki qoidasi bo'yicha o deb o'qiyotmaydi-ku, hargiz unday emas. O emas, ow, okay? Xo'sh, ow deb voyjon degandan keyin albatta ish qoldi deylik. Tashdaqdim. Lucy nimda qarang. What's the matter, Andy? What's the matter deganni biladi savolashlar. Nim bo'ldi degan gap yoki so'z ma'nosi bo'yicha so'z. Masala nima degan gap, matter degan masala ish. Ish nima yoki masala nima? Buni jonliq qilib deydi, nim bo'ldi deydi. Okay? Andy nimda javob berdi bu gapga qarang. I slipped and fell downstairs. Slipped degan slip ning o'tgan zaman shakli, fell degan fall ning o'tgan zaman shakli. Okay? Ya'ni slip nim degan to'q, tegilib ketish degan to'q. Fall nim degan to'q, yiqilib ketish degan to'q. Nasa har ikkili fe'lning o'tgan zaman shakllari kelib, nimdab olamiz bu jumlaning ma'nosini. Men tegilib ketib, ostan qavatga, ya'ni past qavatga yiqilib tushdim degan gap bu. Fell downstairs, okay? Men tegilib ketib, past qavatga yiqilib tushdim deydi. Fell downstairs, okay? O'tgan zaman shakllari har ikkili fe'l mavjud. Ingliz tilida shunday ahvol bor deb men degandim maxsus ba'zi fe'llarning
keyniga ma'lum bir qo'shimchani qo'shish orqali shu fe'lning o'tgan zaman shakli yasaldi. Ba'zi fe'l ham o'tgan shakli yoki o'tgan shakli. Ba'zi fe'llarning qanday asli shakli bilan o'tgan yoki o'tgan shakllari qanday butunlay o'xshamaydi degandim, buni bilasizda. Okay? Slipped degan keyniga ed p ni slipning p degan oxir tarafini qaytlab bo'lib anda ed qo'shdik va bu bir ahvol, yana bir ahvol fallning o'tgan zaman shakli fell. Okay? Hargizmi fallning keyniga ed qo'shib folled qilmaymiz. Inglizcha unda gap yo'q. Okay? Fallning o'tgan zaman shakli fell. Nimishqa deb so'rasangiz hamda buning javobi yo'q. Okay? Ba'zi fe'llar andaq, ba'zi fe'llar mundaq. Bu bir qoida. Demakchi buni shu o'lik yodlamay bo'lmaydi bundan narsalarni. Okay? Xo'sh, bugun gapning qisqasi I slipped and fell downstairs degan nima bo'ldi? Men elib ketib, pastga teshik qilib tushdim degan gap. Undan Lucy nima dedi? Have you hurt yourself? Bu yerga hurt degan nima? Hurtning tutgan shakli. Qarang, shunda bir g'ayri ish bor. Bu ingliz tilida qoidalik bir ahvolni az endi. Demak, o'g'lim slip deganning o'tgan zaman shakli slipped, tutgan shaklimi slipped, abayqa fallning o'tgan zaman shakli fell, tutgan shakli fallen. Okay? Ham hozirgi nima dema hozirgi fe'l hurt, ya'ni yaralantirish dedik-ku. Hurtning o'tgan zaman shakli hurt, tutgan shakli hurt. Demakchi uch shakli o'xshash hurtniki. Yaralantirishniki. Okay? Demakchi mayada have you hurt yourself degan jumlada qanda hurtni cho'qimki shu asli fe'lning tutgan shakli, ya'ni uchli shakli o'xshash deb turib tutgan shakli deb qaraysiz mana. Ashta qaramasangiz xato. Ya'ni ingliz tilini sistemlik o'rganishingizga ta'sir etadi. Okay? Nimishqa buni hozir tutgan zaman deymiz. Have dan chiqib turmanda. Have you hurt yourself? Hurt degan fe'l, okay? Fe'lning tutgan shakli bo'lishi kerak. Bo'lmasa have bilan bir yerda kelinmaydi. Okay? Gapni tushunishlik-ku, ha. Unda bo'lsa, okay, ma'nosini siz o'zingizni yaralantirib oldingizmi deb oldik emas. Nimishqa hozir tutgan zamanda oladi buni o'tgan oddiy zamanda olsunmanda, ya'ni did you hurt yourself desanmanda desangiz, agar did you hurt yourself degan bo'lsa, o'tganki bir ishni o'tib bu ish tugab bo'lgandan keyin bir muncha vaqtlar o'tib bo'lgandan keyin aslimi xarakterlik bayon qilgan bo'lib qoldi yoki aslimi xarakterlik so'ragan bo'ladi. Okay? Shu vaqtida o'zingizni yaralantirib olganmidingizda. Hozir mayada hozirgi tutgan zaman bilan elishninki sababi nima? Demakchi agar yaralantirib olgan bo'lsangiz, shu hozir shu siz yaralangan holatda bo'lasiz degan demakchi. Ya'ni hozirgi tutgan zamonninki men nimadan derak berdiganligini jiq so'zladim savoldoshlarga. Hozirgi nisbatan tutgan shundaqla hozirga ma'lum bir ta'siri bo'lgan ishda bir zaman bor. Have you hurt yourself degandan chiqib turdi. Demakchi o'zingizni yaralantirib oldingizmi degan gapdan chiqib turdi. Demakchi agar o'zingizni yaralantirib olgan bo'lsangiz, shu hozir siz yaralangan holatda bo'lasiz demakchi. Shunga hozirgi tutgan zamanda so'ragan savolman. Hargizmi o'tgan oddiy zamanda so'rashga bo'lmaydi masalan. Agar o'tgan oddiy zamanda so'rasa, shu vaqtida ashta qilganmidingiz deb o'tib ketgan ishni bir aslimi xarakterlik bir bayon qilgan holatda so'ragan bo'lib qoldi. Okay? Mana buni tushundingizmi? Xo'sh, Lucy ashta so'rdi. O'zingizni yaralantirib oldingizmi deb. Endi nima deb javob bergan bo'ldi? Yes, I have dedi. Yaralantirib oldim. Demakchi men yaralantirib oldim. Hozir men yaralangan holatda demakchi bu. Okay? Ammo gapning shu ma'no chiqdi demakchi. Hozir men yaralangan holatda degan ma'no chiqdi demakchi. Shunga hozir tutgan zamonninki ma'nosini yana bir qatim aslab o'tkazayotganim hozir sizga ma'no. Okay? Deb bo'lib, I think that I've hurt my back. I think degan men o'ylayman degan gap yoki men damda deb qarayman degan gap. Nimani o'ylayman deydi? That shuni. Ya'ni I've hurt my back. Men belimni yaralantirib oldim deb. Ya'ni men nima qilamiz jonliq tilda bu jumlani men belimni yaralantirib oldim deb o'ylayman yoki menimcha men belimni yaralantirib oldim. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa
Mübarek olsun. Sizin işareti tebriklaymayız. Nimiş tebriklaymayız degende bir kadın. Bugünden başlap İngiliz tilimiz hem de resmi bir yeniçi bir baldak çıkıdı. Hazırga kadar öğrengen cümleleriniz İngiliz tilideki addi cümleler idi. Bugünden başlap hem de murakkab cümleler qaynamağa kirib ketseniz, bugünkü ders şunun başlanışı ameliyatda. Nima demoqchi desiniz? Hozirgi shu I think that I've hurt my back degan majmulda chiqib turdi. Ikki gap bor. Bu jumlada ikki fikr bor, o'y fikr bor. Qarang. I think degan bir o'y fikr. Men deb qarayman degan gap. Andan keyin I've hurt my back. Men dümbem emas, yani belimni deb olamiz bu yerda. Men belimni yaralandira oldim deb. Ya'ni men o'ylayman, men belimni yaralandira oldim deb degan ma ikki jumla qanday bir that orqali qo'shilyapti. Ya'ni yana bir xil aytsak bu gapni. That degan so'z o'zining kendidan men belimni yaralandira oldim degan jumlani agashtirib kelayotgan bir ahvol bor. Buni agashma jumla deymiz mana. Okay? Bugünkü derste ameliyatda bir qancha agashma jumla bor, shularga diqqat qiling hozirdan boshlab. Mening gapimni yana bir qatim hozirgi gapimni yana bir qatim qaytarsam, bugundan boshlab qo'sh o'y fikrlarni ifodalashga boshlaymiz endi. İngiliz tilimiz endi rasmiy bir baldaq yuqori bir baldaq chiqdi dedim-ku. Okay? Yana bir qatim qaytarsam, I think degan men o'ylayman yoki men bundanda deb qarayman degan gap. Bu bir o'y fikr. Mumkin I've hurt my back degan chu men belimni yaralandira oldim. Demakchi, men o'ylayman, men belimni yaralandira oldim deb degan gap. Buni biz Uyg'urchada ravallashtirib, men belimni yaralandira oldim deb o'ylayman deb olamiz-ku. Demakchi, men o'ylayman degan bir o'y fikr, men belimni yaralandira oldim degan yana bir o'y fikr, ikki o'y fikr that orqali birikib qoladi. Yana bir xil aytsak bu gapni. That degan so'z o'zining kendidan shunday bir jumlani agashtirib kelish roliga ega. Bundaq jumlani biz agashma jumlalik murakkab jumla deb ataymiz. Okay? Shunchalik bilib turaylik hozircha. Unda olsa endi nimda javob bergan bo'ldi Lucy'ninki o'zingizni yaralandira oldingizmi deb so'ragan savoliga yaralandira oldim deb bo'lib, menimcha men belimni yaralandira oldim dedi-ku. Okay? Yoki men belimni yaralandira oldim deb qarayman dedi-ku. Hozir deganda bu that o'ziga bir agashma jumlani agashtirib kelgan bir agashma jumlalik murakkab jumla dedim-ku. Okay, bugundan boshlab qanday murakkab jumlalarga kiramiz. Bugungi qadar biz oddiy jumlalarni ko'rib kelgandik. Bir jumlada faqat bir o'y fikr ifodalanadigan. Bundan keyin qanday bir jumlada 2, 3 hatto 4-5 o'y fikr ifodalanadigan murakkab jumlalar qadam qo'yamiz. Muborak bo'lsin deganimning sababi shu. Okay? Xo'sh, endi yoshlar debdi. Menimcha men jumlamni yana jumlamni deyman. Belimni yaralandira oldim, belimni og'ritib oldim. Deganda Lucy nim dedi, try and stand up. Try degan sinang degan gap. Stand up degan turing degan gap. Ya'ni sinab turib beqing degan gap bu. Okay? Try and stand up. Bu men ikki o'y fikrlik jumla amaliyotda. Sinang va turib beqing. Buni Uyg'urcha jonlab qilib, sinab bir turib beqing yoki turishni sinab beqing deb asaq bo'ladi bu. Okay? Deb bo'lib bunday edi. Can you stand up? Siz o'rningizdan tura olamsiz degan gap bu. Deb bo'lib here mana dedi. Bu mana degani shu balqa belidan yoki qo'ltiqidan yo'lab turib degan gap bu. Mana degani shu. Mana misol degandek shu men yordam qilay demoqchi bu. Qarang here dan keyin let me help you out. Nima degan gap bu let me help you degan? Let me degan meni qig'izing degan gap ku. Nimani qig'izing deydi? Help you sizga yordam qilishga. Ya'ni meni sizga yordam qilg'izing degani shu men sizga yordam qilay degan gap ku. Ingliz tilida shunday ifodalaydi. Let me help you deb. Men sizga yordam qilay deydi. Okay? Buning kelib chiqish ma'nosi ashunda hozir degandek. Qig'izing meni sizga yordam qilishga. Ma'nosi men sizga yordam qilay.
Endi nim dedi? I'm sorry, Lucy. Men xijilman, Lucy yoki kechiring deb olamiz qo'y ko'chma ma'nosini. Kechiring, Lucy dedi. I'm afraid that I can't get up. I'm afraid degan men munda mekin deb ansirayman degan ma'ni bildiradigan bir jumla edi. Biz ko'p bo'lgan bu jumlani buningki darslarda. I'm afraid degan munda meki yoki men munda bo'lishdan ansirayman deganda qashta bir gap tug'u bu. I'm afraid degan. Yodingizda bormi? Afraid degan ansiraydigan degan gap bu sifat so'zi. I'm afraid degan shu men ansiraydigan holatda yeni buni jonliq tarjima qilganda munda meki deb olsak bo'ladi ku. Men shundan ansirayman demoqchi ku. Okay? Qarang, nimadan ansiraydiki? That shuningdan deydi. Ya'ni I can't get up. Buni avvalgi jumlaga o'xshash that o'ziga bir agashma jumlani agashtirib kelayotgan işte bir murakkab jumla. I'm afraid degan, men ansirayman degan gap. I can't get up degan, men o'rnimdan turolmayman degan gap. Demak, men o'rnimdan turolmasligimdan ansirayman degan gap. Yoki jonliq tilda buni men o'rnimdan turolmam demanki deb olamiz bu. I'm afraid degan ashtariq bir gap. Bundan menki, demak shundan ansirayman demakchi. Okay? I'm afraid that I can't get up. Men o'rnimdan turolmamdimkin deb ansirayman yoki turolmasligimdan ansirayman yoki turolmamdimki deyman deb olsak bo'ldi. Bu ma'noga o'xshash that o'zining kendidan bir agashli jumlani agashtirib kelayotgan bir murakkab jumla. Okay? Ikki o'y fikr ifodalayotgan bir jumla. Okay? Deganda Lucy dedi, I think that the doctor had better see you. Qarang. I think degan men o'ylayman yoki men bunda qarayman degan gap bu. Elbette that o'zining kendidan bir agashma jumlani agashtirib kelgan jumlaga o'xshaydigan bir jumla. I think dedi, men deb qarayman dedi. Nimani? The doctor had better see you. Oldingi darsda had better ni nima degan to'q, eng yaxshi mudamda qilish kerak, eng yaxshi mudamda qilaylik degan ma'nosi bu had better ninki. The doctor had better see you degan nima? Doktor eng yaxshi sizni ko'rsin degan gap. Undasa I think degan men bunda o'ylayman, men bunda o'ylayman degan gap. Yoki men bunda deb qarayman degan gap. The doctor had better see you degan doktor eng yaxshi sizni ko'rsin degan gap. Undasa ikkisini menda biriktirsak bo'ldi bu ikki oddiy jumladan tuzilgan murakkab jumlani. Men doktorni eng yaxshi sizni ko'rsin deb o'ylayman yoki meningcha doktor eng yaxshi sizni ko'rsin, ko'rib baqsin deb olsak bo'ldi bu. Okay? Deb bo'lib I'll phone Dr. Carter. Yerga I'll degani I will ni qisqartirmasa, qisqartirib I'll deydi bu. Phone degani telefon berish. Bu asli telefon deb bilgan biz. Men nim degandim, yodingizda bo'lsa, ingliz tilida falonchaga telefon berish deganni phone someone yoki telephone someone deydi. Amerikanchada nima deydi? Call deb oladi degandim bu. Mushu gapni o'z bitta olaymi yoki qarang. I'll phone Dr. Carter bilan I'll telephone Dr. Carter. O'xshash bir gap. Har ikkilisi men Carter doktorga telefon qilay degan gap qo'y. I'll telephone Dr. Carter yoki I'll phone Dr. Carter. Har ikkisi o'xshash gap. Amerikanchada buni nima deydi degandim? I'll call Dr. Carter deydi degandim yodingizda bo'lsa. Okay? I'll phone Dr. Carter, I'll telephone Dr. Carter, I'll call Dr. Carter. Hammasi o'xshash. Men Carter doktorga telefon qilay degan gap bu. Okay? Willni bilsiz-ku, willni tushundirmasam bo'ldi-ku, past ll ni. Will degan tushilgan zamonninki bir oldi qo'shilib tusigu. Okay? I will call. Namdamda qilmoqchi kelgusida yoki namdamda qilman kelgusida degan ma'ni bildirdi bu. Buni demasam bo'ldi. Okay? Demayman deb turibman deb aytdim. I'll phone Dr. Carter nim degan gap, men Carter doktorga telefon qilay dedi. Deb bo'lib telefon qilib bo'ldi deylik, kelib bunda deydi Lucy qarang. The doctor says that he will come at once.
doktor dedi deydi. Nimini? Şunu. Yani he will come at once. He will come degan u keladigan at once darhol. Doktor dedi degan bir jumla. He will come at once degan yana bir jumla. Demakchi, abiyamqa elqi jumlaga o'xshashli bir jumla bu. Yani that o'zining kendidan bir jumlani agashtirib turayotgan. Bu ahvol bizga bakcha uchraydi oldimizdan ketib asta-asta mushundan boshlab endi demakchi mushu jumlani o'rganganning ba'nisida bundan keyin qolgan murakkab jumlalar asta-asta uchraydi bizga qarab turing. Doktor dedi shuni, ya'ni u darhol keladi ekan. Buni uyg'urcha nima deymiz? Doktor o'zining darhol keladiganligini dedi deb olsak bo'ldi-ku. Demak, doktorning deganligi bir jumla, uning darhol kelmoqchi bo'lgani yana bir jumla. Bu ikki oddiy jumla qanday qo'shilib, doktor darhol keladiganligini dedi deb olsak bo'ldi-ku. Okay? Ikki oddiy jumladan tuzilgan bir murakkab jumla. Okay? Deb bo'lib, I'm sure that you need an X-ray, Andy. I'm sure degan jazmlashtiradigan degan ma'ni bildirdi dedim abiyam. I'm sure deganni men jazmlashtira olaman deb olsak bo'ldi-ku. Amaliyotda Uyg'urchada fe'ldek ta'sir beradi odamga. Amaliyotda bu fe'llik jumla emas, I'm sure degan qismi. I'm sure degan men jazmlashtira oladigan holatda degan ma'ni bildirdi. Bu bir holat ifodalaydigan jumla, hargiz fe'llik jumla emas, ya'ni ishkatlik jumla emas deb men mushu fe'llik jumlalar bilan normal fe'llik ishkatni bildiradigan jumlalarning farqini so'zlaganda jiq degandim qo'yotganlarda yodingizda bo'lsa, okay? Xo'sh, uzun gapning qisqasi, jonliq tilda biz men jazmlashtira olaman deb olamiz. Lekin ingliz tilidagi ma'nosi bu jumlaning I'm sure degan ne demakchi? Men jazmlashtira oladigan holatda degan ma'no bildirdi. Uyg'urchaga jonliq qilib men jazmlashtira olaman deb olsak bo'ldi-ku. Nimani? That, shuni. Ya'ni you need an X-ray. Siz bir rentgenga ehtiyojli endi dedi. Ya'ni men jazmlashtira olaman degan bir jumla, you need an X-ray degan yana bir jumla. Bu ikki jumlani birlashtirsak, men jazmlashtira olaman, siz rentgenga ehtiyojli yoki men sizni rentgenga ehtiyojli deb jazmlashtira olaman desak bo'ldi-ku jonliq tilda. Endi dedi. Okay? Mening bu o'qitadigan tarjima qilib berganlarimni bo'z qayta ko'ring. Bir bo'lmas 2, 2 bo'lmas 3, 3 bo'lmas 4 deganda qayta ko'rsangiz andan keyin o'zingizning bilimiga aylandi. Okay? Unda biz qanday vaqtni dejab hozir maqsadga javob beramiz. Must Andy go to see the doctor? Andy berib doktorga ko'rinish kerakmi? Yes, he must. Mustaqil so'rovning javobi. Vashta qilish kerak degan gap qo'y. Okay? He must see the doctor. Yes, he must see the doctor. Yes, he must go to see the doctor desak bo'ldi. U berib doktorga ko'rinish kerak deydi. Ammo ahvolda doktor oldiga keldigan bo'ldi, lekin bu yerda da'vatxona doktorga ko'rinmaslikning gapi. Berish, doktorning oldiga berish yoki doktorning o'zining oldiga kelishi bu manchinchi masala. Bu muhim emas, niyatli masala. Niyatli masala doktorga ko'rinish kerakmi? Albatta degan masala niyatli masala. Okay, men tushunishimiz mumkin. Xo'sh, unda bo'lsa biz shu bilganlarimiz asosida qanday qilamiz hozir? Lesson 100. Qarang, 100 ni o'rganmagan to'xta men yozib beraman, xotirlab oling. Okay? Shu banada o'rgangan bo'ling. 100 ni nima deymiz? 100 ni ingliz tilida 100 deb ataymiz. Okay? 100 yoki 100 mi deydi? Qarang, unda lesson 100 da nimani o'rganganmiz? Mashqda qarang. He says that u dedi, ya'ni bizni. She says that u dedi, ya'ni bizni. They say that ular dedi, ya'ni bizni. Abayqi agash jumlalarning gapi. Qarang, men bir misol qilib beraman, qarang. He says u dedi deydi. That shuni, ya'ni he is nima? Tired. Ma birinchisini ma boshdan qo'ysak, ya'ni ma u mashq jumlalarga ma rasmni
Saplısak demekçi. Yana bir qatım deyman qaranglar. He says, u dedi, that shuni, yani he is tired. O charchatdi. Yani o o'zining charchaganligini dedi deb aytsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Okay? Yoki ikkinchisiga he thinks u deb qaraydi deydi. Nima deb qaraydi? That he feels tired. U charchagan his qildi. Ya'ni u o'zini charchagan his qildi deb qaraydi deydi. Yoki u charchagan his u o'zini charchadim deb his qildi degan gap bu. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa mala siz o'zingiz mashq qilishga tegishlik har xil har yangi jumla shakllari bularni shu rasmlarni kirishtirib og'zaki mashq qilasiz. Hozir debdaganda masalan, birinchisi he o, bir o'g'lalig'i. Mushuni nima qilib turib, mushuni asos qilib turib, ma jumlalarni har xil har yangi mashq qilib baqsangiz bo'ladi. Masalan, hozir men degandek he says that he is tired. U o'zini charchaganligini dedi. He thinks that he feels tired. O'zining charchagan his qilganligini o'yladi yoki u o'zini charchagan his qildi deb o'ylaydi degandek-ku. Okay? Yoki he believes that he is tired. Believes degan ishinish qo'ya. U ishinido, ya'ni o'zini charchadim deb. Ya'ni he believes that he is tired degandek-ku. Bularni hammasini qaychilashtirib, barliq hamma rasmlarga tadbiqlab mashq qilsak, bak uzun bir mashq bo'lib ketadi. Sizni zerikib qolishingiz mumkin. Undan ko'ra qanday? Men qilib bergandan keyin ko'ra o'zingiz birma bir qilib chiqsangiz ma'noning unumi yo'qroq bo'ladi. Men faqatla ma'nolarida birma har qaysi so'zlarning anonkin rasmlardagi so'zlarning mushadi ishlatilayotgan jumla shakllarini deb birma tafsili konkret mashqni o'zingiz qiling. Qanday? Okay, qarang bu yerga. Says degan dedi degan gap. Thinks degan o'yladi degan gap yoki o'ylaydi. Says degan deydi deb asahim bo'ldi. Says deydi, thinks o'ylaydi, believes deb qaraydi, ishinidu. Knows deb biladi. Understands. Ma qarang, nimishqa as qo'shiladi ma fe'llarning ham kayniga, chunki jumlaning egisi he jumla uchinchi shaxs birlik. Ma hozirgi oddiy zaman da ifodalanayotgan bir jumla. Shuning uchun jumla nimishqa as qo'shilib qoldi deb o'ylab qolman. Okay? Knows deb biladi. Masalan, bundan deb biladi degandek-chi. O'zini masalan charchadim deb biladi degandek-chi. Understands degan tushunadi. Masalan, bundan deb tushunadi degandek-chi. Is afraid degan bundan bo'lishdan ansiraydi yoki bundanmiki deb qaraydi deb asaq bo'ldi. Is sorry degan mudamda lig'dan xijil bo'ladi degandek-chi. Masalan, he is sorry that he is tired. Ya'ni u o'zining charchaganligidan bir xil xijil bo'ldi degandek-chi. Okay? He is sure deganda u jazmlashtirdi degan gap. Masalan, he is sure that he is tired desak, ma birinchi misolga. He is sure that he is tired desak, u jazmlashtirdi o'zining charchaganligini degan gap bu. Okay? Ma birinchi tiqodiklarini bilib oldingiz. Deydi, deb qaraydi, yoki deb o'ylaydi, deb ishinidu, deb biladi, deb tushunadi, ansiraydi, xijil bo'ladi, deb ansiraydi, deb xijil bo'ladi, deb jazmlashtirdi deganda gaplar bo'ladi. Matraflari is degani shu BPL masalan is tired ga isni ishlatamiz. Feels tired desak bo'ldi masalan deb his qiladi, charchagan his qiladi degandek. Has got degani bo'lib qoldi masalan has got a cold yoki has a cold desak bo'ldi masalan zukam bo'lib qolish. Needs degan he needs degan u ehtiyojlik degan gap, u bundan narsaga ehtiyojlik tikildigan ehtiyojlik. Wants degan bundan bir narsa olmoqchi bo'lish yoki bundan bir narsani lozim qilish. Can degan qila oladi, must degan qilish kerak, will degan qilmoqchi yoki qiladi kelgusi zaman. Okay? Malani bilib oldingiz, endi miyadagi ma'noslar nima desangiz is degani ham shu. Bir bo'lsa is bo'ladi albatta. Jiq bo'lsa are bo'ladi. Shu BPL'larningki o'xshamagan shaxslarga o'xshamagan holat shaklda ishlatiladi shu. Yoki buning o'rniga feel
feel degani jiq odam bo'lsa feel bo'ladi deymi jumlaning egisi uchinchi shaxs ko'plik bo'lsa fe'lning keyiniga as qo'shilmaydi. Agar uchinchi shaxs birlik bo'lsa fe'lning keyiniga as qo'shiladi degandek. Malani bilasiz. Ma has, have, got larni bilasiz. Need, needs yoki wants larni bilasiz. Can, must, will larni bilasiz. Endi ma rasmlarninki tigirki so'zlarni bir ko'zdan kechirib chiqsaq, tired degan charchagan, thirsty degan ussigan, cold degan to'nglagan, ill degan og'rigan, a cold degan zukam, a headache bash og'rig'i, an earache quloq og'rig'i, a toothache tish og'rig'i, a haircut chash yastish, a license degan bir kinishga masalan she ayolgan go, she needs a license degan nima? O bir pravga ehtiyojli. Ya'ni masalan mashinani bir narsaga so'qvasangiz sizga albatta nimadan jazo berdi. Ya'ni qatnash idorasidan yoki sizga prav bergan o'rindan sizga jazo berdi. Vaqt qanday nima jazo? Nima pravni qayta elishingizga to'g'ri keldi. Okay? Demak shu yerda lozim bo'lgan bir ahvolga ma'lum. Masalan, she needs a license degan nima? Uningga bir prav lozim deydi. Okay? Amil ahvolda unda bo'lmasligi mumkin qisman ahvollarda. Chunki masalan, mashinani bir yerga so'qib o'tib qolsangiz, balkim masalan sizdan o'tgan bo'lsa xatolik, albatta. Pravingizni bekor qilaversa, pravga ehtiyojli bo'lsa, yangidan prav olishga. Shuni demoqchi. On birinchi X-ray brand degan gap, some money degan azroq pul, wait, saqlash, catch, ulgurish, repair, yasash, sell, setish. Okay? Qog'ozlarni o'zingiz yuqorqi majumlar kirishtirib mashq qila olasiz. Birini mashq qilsam qarang. Ma ayol, ma she thinks yoki she knows deb qo'yaylik. Egisi she bo'lsa knows biladi that she needs a license. Ya'ni she knows that she needs a license. Bunga bu bildi o'zining bir pravga ehtiyojli ekanligini. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa qolgan mashqlar o'zingiz qilib qoldimi og'zaki mashqlar? Hammani men qilib bersam bo'lmaydi. Beshingiz lanchdan bilan o'rganib qolsangiz, yaxshi o'rganmaysiz albatta. Qanday qilishingiz kerak? O'zingiz mashq qilishingiz kerak. Unda bo'lsa nimalar o'zingiz qoldi, og'zaki mashqlar. Endi yozmichi mashqlarni ko'rib olsak qarang. Written exercises degan nima? Yozmichi mashqlar degan gap. A qismida rewrite these sentences. Bunu cümlelerini qayta yazing degan gap bu. Example da. He is drinking his milk. Bu o'zining sutini ichib degan gap bu. Buni qanday o'zgartirishga qarang. He says that he is drinking his milk. Bu dedi, ya'ni o'zining sutini ichib qolganligini. Unda buni Uyg'urcha deb olamiz ravon qilib, u o'zining sutini ichib qolganligini dedi degan gap bu. He says that he is drinking his milk. Okay? O'zining sutini sut ichayotganligini yoki o'zining sutini ichayotganligini dedi degan gap qo. U o'zining sutini ichayotdi degan gapni u o'zining sutini ichayotganligini dedi deb o'zgartirganmiz. Qolganlarni o'zgartira olamiz? Albatta o'zgartira olasiz. Tasamas. Tushunib bo'ldingiz hozir. Qarang, number 1. Menda birman. She has found her pen. She has found her pen degan u tepib oldi o'zining qalamini degan gap bu. Buni qanday o'zgartiramiz? She says that she has found her pen. Deb o'zgartiramiz. She says, mana o'xshash. U dedi, she has found her pen. O'ziningki qalamini tepib olganligini, ya'ni u o'zining qalamini tepib olganligini dedi deb olamiz. She says that she has found her pen. Okay? Qog'ozlarni o'zingiz ishlay olasiz. Ikkinchisini ishlab beray bo'pti. They must remain here. They say that they must remain here. Ya'ni remain here degan mishada qab qilish degan gap. They must remain here degan ular mishada qab qilish kerak, mishada turish kerak degan gap qo'ya. Buni they say that they must remain here deb o'zgartiramiz. Ular o'zlarining mishada ularning yoki ular o'zlarining mishada qab qilishi lozimligini dedi degan gap qo'y. Degan gap qo'y. They say that they must remain here. Ular o'zlarining mishada qab qilishi lozimligini dedi. Aslidagi ular mishada qab qilish kerak degan gapni
ular o'zlarining mushaqqat qilish kerakligini dedi deb o'zgartib to'xtamoqchi. Qolganlarni o'zingiz qila olasiz, albatta qila olasiz, cho'qim qiling. Okay? Mashq biqa. Answer these questions. Buni savollarga javob beringlar dedi. Example. What's the matter with him? Uningga nima bo'pti degan gap bu. What's the matter with him? Uningga nima bo'pti? Tirnoq ichida feel tired dedi. Buningga bunday deb javob beramiz. Qarama. Feel tired degan berilgan so'zlarga asosan. He says that he feels tired. Bu o'zining charchagan his qilganligini dedi degan gap bu. Uningga nima bo'pti degan gapga o'sha javob berdik ekanmiz. Bu o'zining charchaganligini his qilganligini dedi deb. He says that he feels tired. Ma ikkinchisi what do they want? Ularga nima lozim ekan? Yoki ular nima olmoqchi ekan? Some money. Qarang, they say that they want some money. Ular dediki, ya'ni o'zlarining ozroq pul olmoqchi bo'lganligini. Okay? Ya'ni ular o'zlarining ozroq pul olmoqchi bo'lganligini dedi degan gap bu. Okay? Nimishqa says deymiz, chunki jumlangisi he. Nimishqa says demay say deymiz niyada, chunki jumlangisi he, she, it emas balki they uchinchi shaxs. Okay? Bu qolgan ushaq qoidalarni bilib bo'ldingiz. Mana cho'qim ishlab bo'lib qandaq javobini shu dialogning shu videoning tagidagi inkas yozgan yoki yozib qo'ysangiz texnik yaxshi. Yoki bo'lmasa sizningki bergan javobingiz o'xshamay qolsa yoki men bugun o'tgan dars jarayonida mening so'zlaganlarimga qo'shilmay qolsangiz, boshqa fikringiz bo'lib qolsa, tortinmay dialog videoning tagidagi bo'shroq inkas yozgan yoki yozib qo'ygaysiz. Unda bo'lsa anglab berganingizga ko'p rahmat. O'rganishingiz texnik mutluluk bo'lsin. Biz ertaki darsda ko'rishaylik. Thank you very much. See you tomorrow.